Qanday qilib IELTS Writing'da 7+ olish mumkin? Keyingi 15 daqiqa ichida sizlarga shunaqangi tizim o'rgataman. Birgina xatoingizni to'g'rilash orqali darsni o'zidayoq natijangizni +1 ballga ko'tara olasiz. Ogohlantiraman, oldin o'rganganlaringizni butunlay unutishingizga to'g'ri keladi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, bugungi darsda sizlar bilan ko'rib chiqadiganlarimiz, birinchidan nima uchun 56% o'quvchilar aynan IELTS Writing'da eng past ball olishadi. Ikkinchidan, IELTS Writing Task 2 da inshonni aynan qanday tartibda yozish kerak, g'oya kelmaslik muammosini qanday yechsa bo'ladi va eng muhimi 9lik insholar aslida qanday yoziladi. Darsda sizlarga nafaqat bilim beraman, balki sovg'a ham bermoqchiman. Butun dars davomida faol bo'lib beradigan savollarimga javoblaringizni izohlarda qoldirsangiz va eng muhimi darsni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, orangizda 5 ta kishini tanlab, mualliflik kitobim Unlock Your Band 9 kitobini sizlarni uyingizgacha yetkazib beraman va men nomimdan sovg'a bo'ladi. Aytgancha bu kitob hech qayerda sotilmaydi. Meni birinchi marta ko'rayotganlar uchun o'zimni qisqacha tanishtiraman. Ismim Barno Asqarova, 10 yildan buyon ingliz tili hamda IELTS dan dars beraman. CELTA sertifikatiga ega bo'lgan xalqaro toifadagi ingliz tili o'qituvchisiman. Bu Cambridge University tomonidan ustozlarga beriladigan eng nufuzli sertifikat va shu o'rinda shu kungacha 15 mingdan ziyod o'quvchilarga ingliz tilini o'rgatganman. Ulardan minglab o'quvchilar allaqachon IELTS dan 7 natijasiga erishgan. Umuman olganda, IELTS Writing imtihonida siz 60 daqiqa ichida ikkita inshoni to'liq yozib tugatishingiz kerak. Task 1 va Task 2 insholarini. Bugun sizlar bilan Task 2 da to'xtalamiz, chunki baholash tizimida Task 1 uchun 33% ball beriladi va Task 2 uchun umumiy writing balldan 66% ball beriladi. Tez natijamizni ko'tarmoqchi bo'lsak, aynan Task 2 dan boshlashimiz kerak. Xo'sh, nega 56% o'quvchilar aynan IELTS Writing'da eng past ball olishadi? Buni sababi they write instead of thinking first. Birinchi o'ylashdan oldin ular inshoni darhol yozishadi. Bugun shu paytgacha o'rganganlaringizni unutishingiz shart, chunki inshoni rejalashtirmay yozish eng katta xato. Nafaqat rejalashtirish, balki savolni tahlil qilish va inshoni har bir gapini maqsadli yozish kerak. Daftar va ruchkangizni tayyorlab oldingiz degan umiddaman. Tayyor bo'lsangiz, izohlarda tayyorman deb yozib oling. Bugungi darsda Task 2 mavzusiga sho'ng'iymiz va eng avvalo aytishim kerakki, shablon orqali insho yozishga harakat qilgan bo'lsangiz, unuting. Chunki har qanday inshoga mos tushib ketadigan tayyor shablon yo'q. Shablon qidirib insho yozish ballni eng katta qotili bo'ladi. O'zim IELTS Writing Task 2 da 8 olganman va buning uchun talab qilingan 4 ta narsani bugungi darsda sizlarga o'rgataman. Birinchidan, examiner kabi fikrlashni. Ikkinchidan, insho uchun berilgan savolni 3 ta qatlamga bo'lib sizlar bilan to'g'ri tahlil qilishni o'rganamiz. Insho ichida introduction, main body paragraphs va conclusion qanday yoziladi va eng muhimi 9lik insho qanday ko'rinishda bo'lishini bugun ko'rib chiqamiz. Undan oldin hozirgi IELTS Writing natijangiz qanday? Izohlarda yozing. 5.5,5, 6.5, 7+ bo'lishi mumkin yoki hali IELTS topshirmagan bo'lsangiz, buni ham yozib qoldiring. IELTS Writing Task 2 inshoingiz 4 xil kriteriya bo'yicha baholanadi va har bir kriteriya umumiy ballingizni 25% ni tashkil qiladi. Birinchisi task response, ya'ni berilgan savolga qanchalik javob bera olganingiz, dalalab ketmadingizmi, o'tlab ketmadingizmi, shu tekshiriladi. Ikkinchidan coherence and cohesion, ya'ni inshoingiz qanchalik tushunarli ekanligi, inshoni o'qiyotgan odam nima demoqchi ekanligingizni, nega aynan shu fikrni bildirganingizni 100% tushuna olish kerak. Uchinchisi bu grammatical range and accuracy, qanchalik grammatikadan to'g'ri foydalanganingiz va albatta lexical resource, so'z boyligi. Oxirgi aytgan ikkita kriteriyamga juda katta ahamiyat berasiz. Murakkab so'zlarni ishlatishga harakat qilasiz, grammatikaga e'tiborlisiz, lekin eng muhim ikkita kriteriya e'tibordan chetda qolib ketadi. Va 80% xatolar aynan task response va coherence and cohesion bo'limlarida bo'ladi. IELTS Writing shunaqangi nozikki, so'z boyligingiz kuchli bo'lishi mumkin, grammatikangiz zo'r bo'lishi mumkin, lekin siz berilgan savolga to'g'ridan to'g'ri javob bermasangiz va xato qilib qo'ysangiz, umumiy writing ballingiz 6 chiqib qoladi. IELTS Writing 6 chiqib qolishining birinchi sababi sizga berilgan mavzu haqida insho yozasiz, lekin savolga javob bermaysiz. Misol uchun bizga quyidagi savol berildi. Some people believe that parents should be responsible for teaching children right from wrong. Ba'zi insonlarning fikricha, ota-onalar bolalarni yaxshi yomonni ajratishlari uchun mas'ul bo'lishlari kerak. While others think that schools should also teach children to behave well. Lekin boshqalarning fikricha esa maktablar ham buni o'qitishi kerak. Discuss both views and give your own opinion.
ikkala tomonni muhokama qiling va o'z fikringizni bering. Xo'sh, siz nima haqida yozgan bo'lardingiz? Videoni pauzaga qo'yib, kommentariyada yozing. Yozib bo'lgan bo'lsangiz, taxmin qilamanki, siz maktablar va ota-onalar haqida yozib qo'yishingiz mumkin yoki shunchaki bolalar tarbiyasi haqida. Lekin bizni oldimizga qo'yilgan masala bolalar tarbiyasiga kim ko'proq mas'ul bo'lishi kerak? Maktabmi, ota-onami? Ya'ni shunchaki tarbiya haqida yoki shunchaki maktab haqida yozish mumkin emas. Biz aynan bola tarbiyasiga ota-onami, maktabmi, kim mas'ulligi haqida yozishimiz kerak. Agar siz savolni 50% ga javob berib, ikkinchi qismini o'tkazib yuborsangiz, siz hech qanaqasiga task response uchun 6 dan yuqori ball olmaysiz. 9lik introduction esa bunday yoziladi. Although parents establish the foundations of moral behavior at home, e'tibor bering, ota-onani o'rni haqida aytdik. Ota-onalar bola tarbiyasini uy sharoitida shakllantirganiga qaramasdan va endi savolimizni ikkinchi yarmi maktab haqida gapiramiz. I believe schools play an equally important role in shaping social discipline beyond the family environment. Mani fikrimcha, oilaviy muhitdan tashqarida bolani tarbiyasini shakllantirishga maktab ham xuddi shu tartibda mas'ul deb aytdik. Bu yerda inshoni 9lik qiladigan 3 ta element bor. Bu to'laqonlik ikkala tomon aytilgani, ham maktab, ham ota-ona va bola tarbiyasi va eng muhimi pozitsiya ko'rsatilgan. Aynan shu ninerlarni fikrlashi bo'ladi. Insho yozilishidagi step 1 eng birinchi qadam question analysis bo'ladi. Ya'ni biz savolni tahlil qilishimiz kerak. Har bir savolda 3 ta qatlam bo'ladi. Bu topic, task va instruction. Aynan shu joyini tushunmay qolsangiz, avtomatik ravishda task response 5-6 darajasiga tushib ketadi. Insho savolni tushunib, to'g'ri insho yozish uchun shu 3 tasini yaxshilab bilsangiz yetarli. Xo'sh, topic bu what is the essay about? Ya'ni insho umuman olganda nima haqida? Bizning vaziyatimizda bola tarbiyasi haqida yozamiz. Lekin har bir insho savolida task beriladi. Uni ichidagi asosiy savol, oldingizga qo'yilgan masala, what must you do? Siz qilishingiz kerak bo'lgan ish bu aniqlash, bola tarbiyasiga aynan kim mas'ul, maktabmi yoki ota-onami? Mana shu savolga javob berish sizdan talab qilinadi. Va 3-qatlam bu instruction, ya'ni bizga qo'yilgan savol. Nima qilishimiz kerak? Agree yoki disagree ligini yozamizmi? Discuss both views, ya'ni ikkala tomon haqida yozishimiz talab qilindimi? Advantages, disadvantages ni yozamizmi? Mana shu savolimizni 3-qatlam. Aslida savol turi degan narsa yo'q. Shunchaki oldimizga qo'yilgan savolga to'g'ri javob berish degan masala bor. Mana endi dars davomida ko'rib chiqqan mavzuyimiz ichida topic nima, task nima va instruction nima aniqlashga harakat qiling. Videoni pauzaga qo'yib izohlarda yozing, javobini videoni ko'rishni davom ettirganingizda ko'rsataman. Tayyor bo'lsangiz, birinchidan topic bizda teaching children how to behave, ya'ni bolalarni o'zini qanday tutishini o'rgatish. Lekin task maktab va ota-onalar haqida yozish. Mana shu eng muhimi. Instruction esa bu turdagi inshoda ikkala tomonni to'liq tahlil qilib o'z fikrimizni berishimiz kerak ekan. 6lik insho yozadiganlar odatda bu xatolarga yo'l qo'yishadi. Birinchidan yoki faqat ota-ona yoki faqat maktab haqida yozib qo'yishadi yoki they give opinion without comparing both. Ya'ni ikkalasini solishtirmay o'zini fikrini beradi, lekin bizga discuss both views degan instruction berildi. Va talk about behavior in general. Umuman olganda tarbiya haqida yozishadi, lekin masala kim mas'ul ekanligi shu narsani ochib berishmaydi. Aynan shu eng ko'p qilinadigan xato hisoblanadi. Examiner buni bittada ko'radi, chunki ular kuniga 300 talab insho tekshirishadi. 9lik insho yozadigan odam esa bu 3 ta narsa qiladi. Birinchidan mentions both sides, ikkala tomon haqida birinchi muhokama qilib yozib oladi. Gives a clear position, o'zini pozitsiyasini aniq qilib belgilaydi va focuses only on what question asked, nothing extra. Faqat va faqat savolda berilgan mavzuga insho yozishadi, tashqariga chiqishmaydi. Mana shu 9lik inshoni mantig'i. Noto'g'ri yozilgan introductionga qarasak, nowadays children need to learn good behavior because society is changing. Jamiyat o'zgarayotgani uchun bolalar yaxshi tarbiyali bo'lishni o'rganishlari kerak. There are many factors that influence behavior. Ko'rib turibsiz, tarbiya haqida umuman aytilgan mavzudan juda ham chetlab ketilgan. Faqat kim mas'ul, ota-onami yoki maktabmi? Shu haqida yozsak yetarli. 9ga yozilgan inshoda esa aksincha, berilgan masalaga to'g'ridan to'g'ri javob beriladi va mavzudan chetlanib ketilmaydi. Although parents shape a child's early behavior at home, ota-onalar bolaning erta tarbiyasini uyda shakllantirishiga qaramasdan,
I believe that schools must share this responsibility. Mani fikrimcha, maktablar bu mas'uliyatni o'z bo'yinlariga ham olishlari kerak. As they prepare children to function in wider society. Chunki ular bolalarni kattaroq jamiyatda o'zlarini tutishga o'rgatadi. That's it. Ota-ona, maktab, bolaning tarbiyasiga kim mas'ul? Shunga javob berdik xolos. Har qanday turdagi insho uchun introduction yozayotganingizda endi shu 3 ta narsaga amal qiling. Birinchidan, paraphrase topic. Shunchaki berilgan topikni boshqacha so'zlar bilan yozamiz. Ikkinchidan, aynan nimani muhokama qilishimizni ko'rsatib ketamiz va oxirida clear opinion, aniq pozitsiyani beramiz agar savol bizga give your opinion deb etsa. Bo'ldi. Endi esa sizni navbatingiz. Mana savol, shu savolga o'z introductioningizni izohlarda yozib qoldiring. Eng muhimi, o'rgatgan qoidalarimga amal qiling. Tayyor bo'lsangiz, davom etamiz. Ideal turdagi introduction quyidagi ko'rinishda bo'lardi. As financial decisions increasingly shape a person's long-term well-being, I believe money management should be a compulsory part of the school curriculum. Ko'rib turibsiz, moliyaviy qarorlar insonning hayotini muhim qismi bo'lgani uchun, meni fikrimcha, money management maktabda majburiy o'qitilishi kerak. Topikni paraphrase qildik, o'z fikrimizni aytdik. Keyingi gapimizda esa nima haqida yozishimizni qisqacha ko'rsatib ketamiz. Misol uchun, bu inshoda ikkita asosiy fikrni aytmoqchiman. Bu o'quvchilarni kelajakdagi hayotida mustaqil bo'lishlariga yordam beradi va kelajakda qarzlarga kirib ketishlarini oldini oladi. Demak, mana shu ikkita asosiy g'oyamni qisqacha aytib ketaman. Not only does early financial education equip students to make responsible choices once they become independent, but it also helps reduce the growing problem of personal debt later in life. Ko'rib turibsiz, introductionda ikkitagina gap yozdik, topikni paraphrase qildik, o'z fikrimizni bildirdik va main body paragraphsda nima haqida yozishimizni aytib ketdik. Step 2, build powerful body paragraphs. Endi sizlar bilan juda ham kuchli bo'lgan main body paragraphs yozishni o'rganamiz. Asosiy qoida one paragraph, one idea. Bizga birdaniga ko'p argumentlar, g'oyalar, fikrlar kerak emas. Har bitta body paragraph uchun faqat bittagina g'oya tanlang va uni to'liq yoritib berishga e'tiboringizni qarating. Bunda biz quyidagi ketma-ketlikka amal qilamiz. Birinchi topic sentence yoziladi. Ketidan we have to explain, tushuntirib berishimiz kerak g'oyamizni. Keyin support yoki misol yoki isbot bilan fikrimizni yana ham kuchliroq yoritib beramiz va oxirida savolga qaytib ketishimiz kerak. Hozir qadam-ba-qadam ko'rsataman. Topic sentence nima degani? Biz g'oyamizni chiroyli qilib tanishtiramiz. Ya'ni, meni fikrimcha, maktabda pulni boshqarish o'rgatilishi kerak, chunki bu mustaqillikni o'rgatadi. Tanishtirganimizdan keyin endi explanation keladi. Tushuntiramiz. Why this is true? Nimaga men bu fikrdaman? To'liq yoritib beramiz. Keyingi qadam biz example yoki evidence beramiz. Misol keltirsak bo'ladi yoki aniq isbot bilan gapirsak bo'ladi. Real hayotda qaysi mamlakatlarda pulni boshqarish o'rgatiladi? Bu qanday natijaga olib keldi? Xohlang bunday misol yozing, xohlang meni fikrimcha bu shunday natijaga olib kelishi mumkin deb hypothetical, ya'ni o'zingizdan kelib chiqib, o'zingizni bir bashoratingizni, taxminingizni yozib ketsangiz bo'ladi. Va 4-chi body paragraphimizdagi oxirgi gapimiz savolga qaytish bo'ladi. Ya'ni aynan shu sababdan pulni boshqarish maktabda o'qitilishi kerak deb aytib ketishimiz kerak. Mana endi sizlar bilan ideal body paragraphni ko'ramiz. Birinchi gapimiz topic sentence. One of the strongest arguments for teaching money management in schools is that it equips young people with the skills they need to become financially independent. Ya'ni eng asosiy argumentlardan bittasi bolalarga pulni boshqarishni o'rgatishni, bu ular moliyaviy mustaqil bo'lishlari. Shunchaki g'oyamni tanishtirdim. Bolalar mustaqil bo'ladi deganni birinchi kirish gapi qilib yozdim. Endi tushuntiraman. Explanation keladi. Without early guidance, ya'ni erta yordamsiz, many teenagers enter adulthood unaware of how to budget properly or avoid unnecessary debt. Ya'ni ko'p o'smirlar katta hayotga qadam qo'yishadi, qanday qilib pullarini boshqarishni va qarzlarni oldini olishni bilmagan holatda katta hayotga qadam qo'yib qo'yishadi. Which often leads to, bu nimaga olib keladi? Overspending, keragidan ortiq ishlatishga, and long-term financial stress, va uzoq muddatli stressga olib keladi. Endi fikrimiz yana ham tushunarli bo'lishi uchun misol keltiramiz va istasangiz qaysidir aniq mamlakatni misol tariqasida keltiring yoki taxminiy misolni aytsangiz bo'ladi. Misol uchun, in countries like Japan, for example, ya'ni Yaponiya kabi mamlakatlarda where personal finance lessons are included in the high school curriculum, ya'ni maktabda mana shunday pulni boshqarish darsi yuqori sinflarda majburiy sifatida kiritilgan bir holatda, young adults are far more
likely to save regularly. Ya'ni yoshlar katta ehtimol bilan pulni tejashadi and avoid consumer debt compared to countries where such education is absent. Ya'ni bunday fan bo'lmagan mamlakatlarga solishtirganda Yaponiyada katta ehtimol bilan bolalar pulni to'g'ri tejashadi va qarzga kirib ketishni oldini olishadi. Shunday qilib, biz ham Yaponiyani misol tariqasida keltirdik va taxminimizni aytdik. Katta ehtimol bilan bunday mamlakatlarda bolalar qarzga kirib ketishmaydi. Va oxirida savolga qaytamiz deganimda, biz albatta maktab va maktabda pulni qanday boshqarishni o'qitilish kerakligi haqida aytib ketishim shart. Endi qanday xulosaga kelamiz? This shows that introducing financial literacy programs at school, ko'rib turibsiz, bu ko'rsatadiki, moliyaviy savodxonlik dasturlarini maktabga kirg'izish can give students the confidence and discipline to make responsible decisions. Bu bolalarga o'ziga bo'lgan ishonch beradi, aynan mas'uliyatli qarorlarni qabul qilishga once they start earning their own income. O'zlarini daromadlarini qilishlari bilan bir qatorda ular birdaniga mas'uliyatli qarorlarni qila olishadi deb biz yana eng so'nggi gapimizda nima haqida aytdik? Moliyaviy savodxonlik darslari maktabda o'qitilishi kerak. Nima uchun? Bu bolalarga aynan mas'uliyatli qarorlarni qabul qilishga yordam beradi. Ko'rib turibsiz, butun inshoimiz davomida juda tushunarli. Nega bu fikrni aytdik? Isboti nima? Qanday taxminimiz bor bu borada? Bu qanday natijaga olib keladi? Va albatta oxirida shu sababdan ham majburli bo'lish kerak degan gapni aytib, body paragrafni yakunladik. Body paragrafning ikkinchi qismini ham xuddi shu tartibda yozasiz. 4 tagina gapdan iborat bo'ladi va shunda examiner uchun maksimal darajada tushunarli insho yozgan bo'lasiz. Conclusion esa eng oson qismi. Bu yerda ikkitagina gap yozasiz. Birinchisi restate main opinion, asosiy fikringizni aytib ketasiz va insho davomida aytgan ikkita argumentingizni ham eslab o'tishingiz shart. Oxirida o'z pozitsiyangizni belgilasangiz bo'ldi. Ko'ramiz. In conclusion, while some may argue that financial responsibility should be learned through experience, I believe that teaching money management in schools is essential for preparing young people for adult life. Yakunlaydigan bo'lsak, ba'zi odamlar moliyaviy mas'uliyat tajriba orqali o'rganilishi kerak deb hisoblashsa-da, meni fikrimcha bu maktabda o'qitilishi kerak. Va oxirgi gapimiz sifatida nima uchunligini belgilab ketamiz. Shu tarzda o'z fikrimizni yana ham aniq yetkazamiz. Ko'rganingizdek, conclusionda ikkitagina gap yetarli. Biz savolga javob berganimizni ko'rsatdik va albatta hech qanday yangi g'oya qo'shmadik. Har qanday insho yozishda bor yo'g'i 4 ta qadamga e'tibor bering. Birinchidan think, o'ylaymiz. Savol berildimi, 3 ta qatlamga bo'lamiz. Xo'p, topic nima, task nima, instruction nima? Yaxshilab o'ylab tushunib olamiz. Keyin esa biz brainstorm qilamiz. G'oyalarning ko'pidan faqat 2 ta aniq tushuntirib bera oladigan g'oyamizni tanlaymiz. Bu body paragraph uchun bitta g'oya, body paragraph ikkinchisi uchun ikkinchi g'oya. Va albatta explanation, example va link to the question'ni qanday qilishingizni o'ylab, daftarga reja qilib bitta gap bilan yozib oling. Shunda insho yozayotganingizda o'sha gaplarni o'zaro ulab chiqasiz, qo'lingizda tayyor, juda ham tushunarli bo'lgan, ketma-ketligi aniq bo'lgan insho bo'ladi. Inshoni yozib bo'lganingizdan so'ng tekshirishni unutmang. Aslida 40 daqiqa testga ajratilish kerak deb aytishadi, lekin men 20 daqiqa vaqtingizni inshoni o'zini yozishga sarflab, 5 daqiqa inshoni rejalashtirish va kelgusi 10 daqiqa inshoingizni takomillashtirishga ajratishingizni tavsiya qilaman. Aynan nainerlarning mindseti shunday bo'ladi. Biz shoshilmaymiz, asosiy vaqtni inshoni yaxshilashga, tahlil qilishga va tizimli bo'lgan inshoni yozishga qaratamiz. Faqatgina bugungi darsni o'zidayoq o'rgatganlarimni hisobga olib insho yozadigan bo'lsangiz, darajangizni keskin 1 ballga kamida o'stira olasiz. 3 oyda men bilan birgalikda tayyorlanib IELTSdan 7+ olmoqchi bo'lganlar esa videoni oxirigacha ko'ring. Oxirigacha ko'rganlar o'rtasida 5 ta kishini tanlab, ularga kitob sovg'a qilishimni eslatib o'tishim kerak. Rasmdagi men 16 yoshimda allaqachon IELTSdan 8 olib, ingliz tili kurslarini o'tishni boshlaganman. 18 yoshimda esa eng yosh xalqaro ingliz tili o'qituvchisiga aylanganman. Buning uchun maxsus eng nufuzli CELTA kurslarini tamomlaganman. Bir qarashda juda ham qisqa va yaxshi hikoyaga o'xshaydi, lekin aslida shu natijaga chiqishimga, speakingdan 9 olgunimga qadar 17 yil vaqt ketgan. Sababi juda ko'p ustoz almashtirganman, ishlaydigan tizim bilmaganman va ko'p xato qilganman. Shuning uchun hozir har doim o'zimni o'quvchi o'rniga qo'yaman va harakat qilaman. O'quvchilar meni kurslarimdan keyin boshqa joyga yugurib o'qishlari kerak
bo'lmasligi uchun hamma sharoitni yaratishga. Shu sababdan o'quvchilarimiz juda ham omadli, ularga natijaga erishish uchun 17 yil vaqt talab qilinmadi, balki 3 oylik samarali kurslardan keyin ham yuzlab yaxshi natijalarga erishmoqda. Misol uchun natijalardan bir qismini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda natijalarimiz mana reading 8, overall 7. Juda ko'p safarda B2, C1 oladigan o'quvchilarimiz bor. Va shu o'rinda ko'rishingiz mumkin, listeningdan 8 olishgan, listening 9, overall 7,5, speaking 8 natijasini olgan o'quvchilarimiz bor. Aslida bular natijalarimizni bir qismi xolos. Yuzlab yaxshi natijalar va iliq fikrlar keladi. Bular uchun maxsus Telegram kanal ochganmiz. Kirib o'quvchilarimizni samimiy fikrlari bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Balki menda ham 17 yil vaqtim ketmasdi, agar to'g'ri yo'nalish beradigan ustozim bo'lganida. Hozirgi kunda 2026-yilda 3 oyda IELTS dan 7 olishingiz uchun sizga nima kerak bo'ladi? Albatta, listeningda eshitib tushunish ko'nikmangiz kuchli bo'lishi kerak. Readingda 40 tadan 40 ta to'g'ri javob topish uslublarini bilishingiz kerak. Har bitta savol turi uchun maxsus texnika o'rganishingiz kerak. Grammatika, so'z boyligi, speakingingiz kuchli bo'lishi kerak. Bularning hammasi qachon ish beradi? Qachonki practice va learn uslubi birga ishlasa. Ya'ni hozir o'rganishni o'zi yetarli emas, balki biz output qismini ham qoyillatib qo'yishimiz kerak. Nima o'rgansak o'sha narsani albatta ishlatishimiz kerak. Xo'p, bu uslubni qo'llashimiz uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Birinchi navbatda to'g'ri muhit va ustoz, xato qilmaslik uchun kuratorlar yordami va vazifalarni qoldirmasdan bajarishingiz uchun reytinglar va baholash tizimlari bo'lishi kerak. Mana endi qaranglar, agar sizga kafolatlangan natija beradigan va qisqa vaqt ichida yaxshi natijaga erishish imkoniyatini yaratadigan kurs bo'lganda o'qigan bo'larmidinglar? Menda esa shunday taklif bor. Sizlar uchun maxsus IELTS Sprint 2.0 kursini yo'lga qo'yapman. Bu 3 oylik maxsus IELTS dasturi. Kursimiz tez kunlarda boshlanadi. Mana bu kursni yaratishdan bitta juda ham katta maqsadim bor. Bu O'zbekiston bo'ylab iloji boricha ko'p yoshlarga IELTS olishlariga yordam berish va shu orqali ularni boshqa katta orzularni amalga oshishiga sababchi bo'lish. Sababi mana bizda o'qiyotgan o'quvchilardan bir nechtasi chet elga o'qishga ketishgan, kimdir stewardessa bo'lib ishlamoqda. Yana o'quvchilarimizdan biri hattoki Garvard universitetiga kirgan. 3 oy davomida sizlar bilan har kuni dars qilamiz. Kurs qanday o'tadi desangiz, bu kurs ichida 6 ta modul bor. Bundan tashqari 70 tadan oshiq video dars bor. Ya'ni siz maxsus platformaga kirasiz, har bitta modul ichida har bitta mayda jihatlarigacha tushuntirilgan video darsliklar bo'ladi va hammasi tartib bilan sekin-asta o'rganiladi. Undan tashqari, sizda speakingda albatta jonli muloqot bo'lishi kerak. Shuning uchun maxsus speaking klublarimiz bor va yopiq 25 talik kichik guruhlarda ustoz bilan sizda jonli darslar bo'ladi. Har bitta ko'rgan darsingiz uchun, bajargan vazifangiz uchun siz professional feedback olasiz. Bu kursdan tashqari yana ham yaxshiroq natijaga erishishingiz uchun biz kurs tugagandan so'ng yana 1 oy davomida sizga har kuni 8 soatlik kun tartibini beramiz. Buning ichida siz har kuni ingliz tilingizni yaxshilash va IELTSga tayyorlanish ustida ishlaysiz va aynan shu uslub orqali ko'rganingizdek yuzlab o'quvchilarimiz C1 natijasiga erishgan. Darslar qanday bo'ladi desangiz, darslarimiz maxsus platformada o'tadi. Bu platformani hattoki ilova sifatida telefoningizga yuklab olsangiz bo'ladi va kirganingizda har bir modul ketma-ketlikda ko'rinadi. Platformaning afzalliklari shuki, har kuni video dars chiqadi, yangi. Kirdingiz, dars bor, ko'rdingiz, vazifalarni bajardingiz. Yangi dars faqat oldingi vazifani bajarganingizdan keyingina ochiladi va top o'quvchilarni platformada reytingi bo'ladi. Biz har doim reytingda turgan birinchi o'quvchini IELTS imtihonini to'lab beramiz va shuning uchun o'quvchilar o'rtasida juda ham katta bellashuv ketadi. Har bir modulni yakunlagach esa siz maxsus platformada CD mock testini bajarasiz. Bu aslida boshqa joylarda o'quv markazlarida pullik, lekin bizning o'quvchilarimiz uchun o'z natijalarini nazorat qilishlari uchun har bir modul so'ngida maxsus platformada mock topshirish imkoniyati beriladi. Bu mutlaqo bepul va siz o'zingizni natijangizni butun kurs davomida kuzatib borasiz. Eng katta yangilik esa bu kursni xarid qilgan hammaga meni mualliflik kitobim mutlaqo bepulga beriladi va kurs uchun qilgan to'lovingiz ichida bu kitob o'zingizgacha yetkazib beriladi. Bu kitob shaxsan o'zimga speakingdan to'lqiz olishga yordam bergan so'zlar to'plami va mashqlar to'plami. Bu kitob ichida so'zlarni 25 xil mavzuga bo'linganini yodlaysiz va ularni qo'llashni o'rganasiz. Har bir so'z boyligidan keyin speaking uchun maxsus savollar berilgan. Ya'ni speaking moduli kelgunga qadar ham siz 25 xil speaking mavzusida gapirishni o'rganasiz. O'zi har bir bosqichda 1200 ta so'z o'rgatiladi, lekin bizning kursimiz doirasida siz nafaqat IELTSga tayyorlanasiz, balki 2500 ta so'zni ham speakingda ham writingda ishlatish
ishlatishni ham o'rganasiz. Bu avtomatik tarzda sizni umumiy ballingizga ta'sir qiladi. Darslar kichkina guruhda bo'ladi va eng muhimi individual yondashuvga alohida e'tibor beramiz. Guruhda 25 ta o'quvchi bo'ladi va C1 olgan ustoz tomonidan 30 ta jonli dars o'tib beriladi. Kurs davomida nazorat va qo'llab-quvvatlashni yo'lga qo'yganmiz, ya'ni platformada kim nechta dars bajargani bizda aniq ko'rinadi. Shunga qarab, har bir darsdan qolib ketayotgan o'quvchiga yoki uni ota-onasiga bog'lanib, biz albatta nazorat ostiga olamiz. Kursdan so'ng esa 1,5 oy davomida IELTS dan 8-9 olmoqchi bo'lganlar uchun har kuni 8 soat vaqtingiz oladigan kun tartibi beriladi. Ya'ni siz kursda birinchi texnikani o'rganasiz, ko'p mashq qilasiz va undan keyin darajangizni yana yaxshilash uchun maxsus 8 soatlik kun tartibi orqali shug'ullanasiz. Bu kun tartibi ichida ilmiy maqolalar, reading, listening practice va insholar yozish, 9 lik insholar tahlili, so'z yodlash kiritiladi. Ya'ni rostdan ham 1,5 oy tinimsiz shug'ullansangiz, kursdan keyin yana darajangizni +1 ballga oshirish imkoniyati bo'ladi. Modullarga keladigan bo'lsak, aytganimdek, bizda umumiy 6 ta modul bor. 0-modulimiz bizda maqsad qo'yish, sizdagi motivatsiyani uyg'otib, kurs uchun kutuvlarni aniqlab olish moduli va sizlar bilan to'g'ri maqsad qo'yamiz, motivatsiyani eng yuqori nuqtaga olib chiqib, o'zimizni boshlang'ich nuqtamizni aniqlab olganimizdan so'ng o'qishni boshlab yuboramiz. Birinchi modul bizda listening moduli, eshitib tushunish moduli. Biz butun modul davomida va u tugagandan keyin ham hali listening ustida ishlashni davom ettiramiz. Bu modul ichida raqam, ismlarni yozish bo'yicha alohida video darsliklardan tashqari, har bitta savol turi bo'yicha video dars, praktika va o'sha savol turini ko'proq mashq qilishingiz uchun 5-6 talab practice berilgan. Ya'ni birdaniga o'zi birinchi 15 kunda listening darajangizda 1,5 ballgacha o'sish sezasiz. Undan tashqari har kuni diktant yozish mashqlarini bajaramiz. Eng muhimi, bularni hammasini tayyor qilib o'zimiz beramiz. Bu moduldan so'ng siz listeningdagi audiolarni oson tushunishni o'rganasiz, savollarda kerakli so'zni yozib olish ko'nikmasini shakllantirasiz va eng muhimi, sizda listening uchun kerakli bo'lgan tushunish darajasi va so'z boyligi shakllanadi. Ikkinchi modul esa reading moduli. Unda ham sizlar bilan ham umumiy ingliz tilimizni yaxshilaymiz. Har bitta darajalarga bo'lingan matnlar, mashqlar bilan beriladi. Ham sizlar bilan har bitta savol turi ustida alohida ishlaymiz. Har bir savol turi uchun to'liq video darsliklar bor, yarim soat 40 minutlik. Hammasini maydalab, chaynab, o'zbekchaga o'girib, juda tushunarli tushuntirib berganman. Oldin reading ishlamagan o'quvchilar ham reading moduldan keyin qanday ishlanilishi va qanday natijaga chiqishni aniq tushunib olishadi. 3-modul bizda speaking moduli. Darslar bilan alohida slaydda tanishib chiqsangiz bo'ladi. Umuman olganda sizlar bilan speakingda eng ko'p tushadigan savol turlarini va ular uchun 9 lik javoblarni ko'rib chiqamiz va albatta kerakli so'z boyligi bilan bo'lishaman. Shundan keyin siz aslida kurs davomida ham ustozlar bilan 30 marotaba jonli speakingda qatnashganingizdan tashqari, platformani o'zida ham har bitta darsdan keyin speaking javoblaringizni yozib, platformaga yuklashingiz talab qilinadi. Tasavvur qiling, 30 ta jonli dars va undan tashqari yana platformada 10 ta 15 ta speaking bo'yicha alohida darslarga tayyorlansangiz, qanchalik nutqingiz o'sadi. Bu moduldan keyin siz har qanday savol turlariga ko'p tushadigan, yangi aylanayotgan, kutilmagan savollarga ham hattoki ingliz tilida javob berishni o'rganasiz va nutqingiz ancha ravonlashib, talaffuzingiz chiroylilashadi. Chunki kurs davomida, kursni o'zida ham 6 soatlik kun tartibida ham sizlarga shadowing mashqlarigacha beraman. Ya'ni nutqni qaytarib, talaffuzingizni ham charxlaymiz. 4-modul esa writing moduli. O'zim eng yaxshi ko'rgan modul, sababi task 1 va task 2 bo'yicha har bitta mayda jihatigacha maydalab video darslik yozib tushuntirganman. Umuman olganda insho bunday yoziladi, unday deb emas, haqiqatdan ham inshoga chuqurlashib, har bitta insho turini alohida ko'rib chiqamiz. Task 1da ham, task 2da ham. Eng qizig'i kerakli bo'ladigan grammatik strukturalar, so'zlargacha o'rganamiz va natijada siz bemalol insho yozishni boshlaysiz. Har qanday insho yozishingiz vazifasini berganimda, albatta shu mavzuga xos bo'lgan ilmiy maqola bilan beraman. O'qib so'z boyligini ishlatib, insholaringizni professional darajada yoza olishingiz uchun. Allaqachon bundan oldingi kursimizda o'qigan o'quvchilarni writing darajalari 7, 7,5, 6,5 chiqmoqda. Bu esa juda zo'r natija. Va bundan tashqari alohida platformada listening extra practice materials, reading extra practice materials bo'limi bo'ladi. Ya'ni u yerda siz hattoki listening reading modulini tugatganingizdan keyin ham bizda praktika tugamaydi. O'qishni, eshitishni davom ettiramiz va kundalik vazifalar yuklab boriladi. Umuman olganda bu kursga qattiq bel boylab, rostdan ham 7, 7,5, 8 olaman degan o'quvchilar uchun kuniga kerak bo'lsa 10 soat vaqtni egallaydigan darajada ko'p vazifalar beramiz. Faqat sizdan o'qish, intizom bilan dars
qilish talab qilinadi xolos. Kuratorlarimiz kim? Kuratorlarimiz eng kamida 4 yillik o'qitish tajribasiga ega, oliy ma'lumotli, ingliz tili bo'yicha C1 sertifikatiga ega ustozlar. Ular siz bilan ham speaking ustida shug'ullanishadi, ham darslaringiz bo'yicha sizga aniq feedback va yordam berishadi. Bu kurs kimga to'g'ri keladi desanglar, B1 dan yuqori bo'lgan va IELTS dan 7+ olishga tayyor bo'lgan hamma o'quvchilarga mos keladi. Eng muhimi, intizom bilan dars qilishga tayyor bo'lsangiz bo'lgani. Kursda men shijoatli, o'qishga tayyor bo'lgan, intiluvchan barcha o'quvchilarni kutaman. Eng muhimi, darajangiz intermediate darajasida bo'lsin, chunki pastroq bo'lsa biroz qiynalishingiz mumkin. Bu kurs kimga to'g'ri kelmaydi desanglar, dangasaligi, dars qilishni yoqtirmaydiganligi va bor mas'uliyatni ustozni bo'yniga ilib qo'yadiganligi to'g'ri kelmaydi. Chunki IELTS da baribir 85% harakat sizga va self study'ga bog'liq bo'ladi. Ustozingiz va men sizga to'g'ri yo'nalish beramiz. Shu yo'nalish bo'yicha ketib tinimsiz mehnat qilayotganlar allaqachon 7,5 IELTS olishmoqda. Bu kursimiz tugagandan keyin sizlar bilan tantanali bitiruv marosimida ko'rishamiz. Aytganimdek, platformada reyting eng top o'quvchilar bor va ular uchun har doim bizda maxsus sovg'alar bo'ladi. Birinchi reytingda o'rin olgan o'quvchi esa kursdan keyin IELTS imtihonini bepul topshirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Imtihonni biz shaxsan o'zimiz to'lab beramiz va har bitta kursni muvaffaqiyatli tamomlagan o'quvchiga sertifikat beramiz. Biz rasmiy maktabmiz, rasman faoliyat yuritamiz. Bu yerda litsenziyamizni ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun bemalol ishonib darslarimizga yozilsangiz bo'ladi. Aynan shu potokdagi o'quvchilar uchun juda katta yangilik bo'lmoqda. Biz sifat nazoratini yo'lga qo'yapmiz. Bu bozordagi 90% kurslarda yo'q. Bizda alohida bo'lim faqat sifat nazorati ustida ishlaydi. Biz hatto platformani shu darajada takomillashtirdikki, har bitta o'quvchi necha daqiqa darsni ko'ryapti, kim qatnashmadi, kim qaysi nuqtada qolib ketdi. Yana ham sizlar bilan tezda aloqaga chiqish uchun, to'xtab qolgan o'quvchilarni tezda darsga qaytarish uchun va sizlarni doimiy nazorat qilish uchun biz tun o'qib mehnat qilyapmiz va maxsus bo'limni yo'lga qo'yapmiz. Ya'ni boshqalar men nazorat qilib tursin degan o'quvchilarga ham endi faqat marhamat deymiz. Eng muhimi, bizda to'lov qaytarish kafolati ham bor. Kursda o'qib, hamma darslarni topshirsangiz, bu esa bizda platformada ko'rinadi, aldashning iloji bo'lmaydi va shu holatda ham o'sish sezmasangiz, bu holatda to'lovingiz 100% qaytarib beriladi. Aynan shu video orqali kursga ro'yxatdan o'tadiganlar uchun men maxsus sovg'alar tayyorlab qo'yganman va eng muhimi, siz kursga eng chegirmali narxda yozilish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Bu qanday bonuslar desangiz, hech qayerda sotilmaydigan Unlock Your Man 9 nomli kitobim kursga ro'yxatdan o'tsangiz, albatta sizga sovg'a tariqasida mendan beriladi. Undan tashqari bizda hozir CD IELTS o'zgargani tufayli ko'pchilik kompyuterda yozishga qiynaladi va maxsus touch typing kursini biz o'quvchilarimizga birinchilardan bo'lib qaror qabul qilishgani uchun sovg'a qilamiz. Ya'ni siz kompyuterda tez yozish ko'nikmasini ham o'rganasiz. Undan tashqari platformadan 1 yil foydalanish huquqi, ya'ni kursda o'qib tugatganingizdan keyin yana 9 oy davomida platformadan foydalanib, darslarni qayta ko'rib, vazifalarni bajarish, o'rganish imkoniyatingiz bo'ladi. Va sun'iy intellekt davrida menimcha eng yaxshi bonuslardan biri bu maxsus asl narxi 897 ming so'm bo'lgan sun'iy intellektdan foydalanish kursi. Bu kurs ham hozir qaror qabul qilib ro'yxatdan o'tadiganlarga beriladi. Va agarda siz hoziroq kurs uchun ro'yxatdan o'tsangiz, eng katta bonuslardan biri bu CD mock testi. Aytganimdek, bu bitta test emas, ikkita test emas, balki har bitta moduldan so'ng chorak testlarni topshirib, siz bizni hisobimizdan darajangizni tekshirib borasiz. Bu esa imtihondan yiqilishingiz ehtimolini kamaytiradi. Chunki hamma birinchi marta CD IELTS ni ko'rganda, siz allaqachon unga o'rganib bo'lgan bo'lasiz. Va motivatsiyangiz yanada baland bo'lishi uchun IELTS dan 8 olgan o'quvchilarimizga 1,5 million so'm cashback qilamiz, ya'ni shuncha to'lov qaytariladi. Aynan shu video orqali ro'yxatdan o'tganlarga 2026-yil uchun maqsad qo'yish kursi ham qo'shib beriladi. Siz kursga to'lov kiritishingiz bilan platformaga kirib, bu kurslarni hammasini ko'rib, o'rganishni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Aslida bu bonuslarimizni hammasi emas, qolgan bonuslar va siz uchun juda ham yoqimli bo'ladigan sovg'alar haqida telefonda menejerimiz sizga to'liq ma'lumot beradilar. Eng muhimi, kursga joyizni oldindan band qilishingiz uchun sizdan hech qanday to'lov talab qilinmaydi. Hozir eng zo'r narx bo'yicha mana shu video orqali faqat yozilishingiz mumkin. Havola qoldiraman. Hech kim sizni kurs olishga majburlamaydi. Shunchaki ro'yxatdan o'ting, ariza qoldiring. Siz bilan aloqaga chiqishganda sizga to'liq ma'lumot berishadi va siz 100% kurs qanaqa, kimlar uchunligini tushunib, faqat keyingina to'lov qilasiz. Hammaga rahmat. Video foydali bo'ldi degan umiddaman. Kursga yozilganlar bilan esa endi kurs davomida ko'rishamiz.